Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Inovi Xo'ja bobo masjidining tahoratxonasi juda ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan. Hamma qo'ldan kelguncha ehson qilaman deganlar karta raqamlarimizni ekranda qoldiramiz. O'shanga ehson qilasizlar. Xo'ja bobo masjidi o'zlarimizning masjid. Tahoratxonaga juda ta'mirtalab ahvolda. Hamma ehson qilaman deganlar masjid uchun qo'ldan kelguncha ehson qilamiz. Ichkarilar juda ta'mirtalab ahvolda. Bizda hamma qo'ldan kelguncha ehson qilaman deganlar saxovat berisha insonlarimizga jo'natib qo'yamiz. Juda ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan. Shuning uchun iltimos saxovat berisha insonlar befarq qolamiz degan umiddaman. Hamma qo'ldan kelguncha o'zlarimiz Xo'ja bobo masjid uchun ehson qilasizlar degan umiddaman.